Xo'sh, yaqinlar yana bir nasihatdan chiqibdi. Xudo xolasa, shu atopiyni o'tiraman deb yurgan qiynalgan oilalar bo'ladigan bo'lsa, shundaylar borib o'tirib beramiz xudo xolasa. Bilasizlar, hozirgi kunda atopiyni tutib olsam 3-4 milliondan kam bo'lmaydi. Materiallarni oladilar. Borib shundaylar o'tirib beramiz xudo xolasa. Batareyalarga keladigan bo'lsak, cho'yinli batareya bo'ladimi, zamonaviy batareya bo'ladimi, yana farqi yo'q bizlar. Nechik batareya bo'lishidan qat'iy nazar, sifat birinchi o'rinda. Batareyalarimizni lazer bilan ishlanadi yana, xudo xolasa. Xudo xolasa, ish videoni maksimal darajada yuvarib tashanglar, qiynalgan oilalar bo'ladigan bo'lsa, borib shundaylar o'tirib beramiz xudo xolasa. Gapga javob. Like, podpiska bosib tursangizlar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar bo'ldi, xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Kelayotgan yangi yillar bilan hammangizni tabriklayman. Yangi yil xudo xolasa bir ajoyib yil bo'ldi.